Jasur fermada nima gap? Jasur fermada har doimgidek quyonchilik avjida. Lekin Kamina akamdan ozgina siz azizlarni sog'intirgan bo'lsam, ming bora uzr so'rayman. Chunki ishim juda ko'p. Bu yerda qo'ychilikni boshlaganmiz, quyonchilik ko'paygan, tug'gan, boshqa quyonni olyapmiz, fermani yana rivojlantiryapmiz. Shularning ichiga bitta video qilishga vaqtim bo'lmayapti, qadrdonlar, birodarlar. Jasur fermasida agar xabarlaringiz bo'lsa, bizlar dekorativniy karliki minilop quyonchalarga ham o'tdik. Bismillah deb o'tdik. Nasib inshaalloh. Hozir bizlarda ko'payayotgan hozircha hikol quyon. Ha, mayli, ko'rsataylik, hammaga yoqadigan joylari shu bo'ladi. Bu yerda ham shu ahvol ko'payish jarayoni. Ko'payish ayni avjida. Bizlar bularni ayni yozni chilla vaqti qochirgan edik. Sovutish moslamamiz bor edi chunki aynan. Shu yerda ham qana, bu yerda ham shu gap. Bu yerda esa ham o'sha jarayon. Quyonchilik shunaqa ish ekanki, xuddi ustoz quyonchi akalarimizdan Dilorbek aka agar tanisalaringiz agar muammolar bir bulutga o'xshab keladi-yu, keyin asta-sekinlik bilan havo ochiladi va muammolar sizni tark etadi. Bu jarayonda faqat sabr va mehnat, olg'a intilish sizdan talab qilinadi, xolos. Quyonchilar, misolcha quyonchilikni boshladilar. Nima desam? Quyonchilikni 10 ta odam boshlasa, 10 tadan deyarli 2 ta, 3 ta odam o'sha ish bilan yana dalsh harakatlanadi. Qolgan 100 ta esa negativga tushib ketadi. Nima uchun? Quyon boqish jarayonida quyonchalarning o'limi, patariyalar tug'maslik va hokazo va hokazo. Sotuv jarayonida ham esa misol uchun marketingdan to'g'ri foydalana ololmasliklarini anosiga natijasida bu sohadan ko'ngil qoladi. Lekin bitta narsani aniq bildim. Quyonchilikdan men negativga tushmadim. Qilgan zararlarimni hisoblab ko'rsam agar juda ko'p. Nima qildim? Hisoblamaslikka harakat qildim. O'tgan ish o'tdi. Lekin o'sha zararlardan olgan xulosam esa o'zimga yetarlicha. Hozir ko'rib turganlaringizdek bitta fermani o'z sizlarga azizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Yana nima gap? Ko'plar aytdi, quyonchilikni yig'ishtiribdi, boshqa qilibdi, quyonlar o'lib ketdi. To'g'ri, quyonlar o'ldi, ko'pi o'ldi. Ayniqsa flanderlarimda juda ham ko'p flanderlar o'lib ketdi. $5000 qiymatdagi flanderlarim, endi bitta quyon emas, endi kim nechta ma'lum bir summa, hammasi yig'ilib bitta kalkulyatorga ursak $5000 dan ham qimmat. Aytishga tilni bir chekkasidan uchib ketadi. Lekin juda katta summa. Men uchun oddiygina dehqon bola uchun juda katta summa. Xo'sh, bu yerda flanderlardan bir dona voyindan kelgan shinshilla, bu yerda xikollarimiz, xikol tepadagi sarkach qochirildi, pastda suragat tayyor turibdi. Bular ham golubay однотомный bilan qora однотомный sarkachlar qochirilgan, bular ham suragat ishlatilgan. Bu yerda esa hamma biladigan xikollarimiz. Fermada pastanni men birinchi kirganimda quyonlarni hech ish qilmasdan avval tomosha qilib chiqaman. Hammasini tomosha qilib chiqaman. Har kirganimda mana shu yomon uyquni qadriga yetadigan strakachimda. Turing qani xo'jayin. Xo'jayin. Yomon qiziq yotadi. Sizlarda ham shunday bo'ladimi? Xuddi bu o'lib qolganga o'xshab yotadi. Faqat mendami? Xo'p, endi bu fermaga o'taylikchi, bunisi xonaga. Yo, bismillah. Boshida kletkalarni yasab tashlagan edim. Hamma kletkalarim to'laydi. Keyin bora kletkalar bitta bo'shadi. Nimagaligini boyan yuqorida aytib o'tib ketdim. Endi esa bu jarayon yana qayta o'zini tiklayapti. Mashaqqat, mehnat va sabr natijasida. Bu yerda esa dekorativniy quyonchalarimiz. Xabarlaringiz bor. Men Samarqand Yangi bozor qush bozorida chiroyli dekorativniy quyonchalarni olib chiqishni ham yo'lga qo'ydim va yoniga o'zimizning xikollar, gibridlar, boshqalar, ularni ham boqishni yo'lga olib chiqib sotishni yo'lga qo'ydim. Bu quloqsiz chavandozni ikkita videoyimda ko'rsatganman.
Bu yerda dekorativniy quyonchalarimiz. Bu yerda ko'plar taniydi. Satin Salandır fermasidan Johnny ukamizning quyonchalaridan chiroyli quyonchalarni yig'adi. Qo'lida dard yurmasin. Bu yerda o'zimiz akamizdan karlik baranchalar va hokazo. Bu yerda esa chorniy opter deyilgan. O'zim hali bu sohaga yangi kirib kelganman. Xato bo'lsa kechirib qo'yasizlar. Xato aytgan bo'lsam. Bu yerda esa o'sha quyonchalar. Bu pishagimni taniysizlarmi? Kisa. Erkalanishni yaxshi ko'radi-da bu. Har doim erkalanishni yaxshi ko'radi. Xoh ishoning, xoh ishonmang. Mana shu pishagim fermamni qo'riqlaydi. Mana shu yerda begona mushuk kirib kelsa agar pattini tutadi. Kuchuk qo'riqlaydi deb aytadi, to'g'ri, lekin quyon emas. Birinchilardan biri o'zi chang soladi quyonlarga. Juda erka to'yib pishakchamda bu mana. Qadrli quyoshqimozlar. Kutib qo'laysizlar, Jasur fermasi yana bundan yana qiziqarli kontentlar olib borishga belni mahkam qilib boyladi desak ham bo'ladi. To'g'ri, hozirgi kontentimiz shunchaki diydor she'ri uchun bitta olingan video edi xolos. Keyingilar esa bundan da qiziqarli va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Agar malol kelmasa, sizga yoqqan bo'lsa, shuni bitta tepada yoki yurakcha bosib qo'ysangiz agar bizning videolarimiz ko'p insonlarga tarqalishini bir nima desam, bevosita ishtirokchisi bo'lib qolasiz. Hay, salomat bo'lasizlar. Quyonchilik avjida.